ehtimol shu bizni xulosamiz ham bir ozgina ta'sir qilgan bo'lsa kerak Dadaxon akani o'sha paytda qamoqqa tushmay qolganiga. Lekin bu gaplarni men endi birinchi marta aytayotgan bo'lsam kerak. Dadaxon Hasan xonandalardan ko'ra ko'proq xalqimiz kelajagi uchun qayg'uradigan va istiqlol tarafdori bo'lgan ziyolilar safida turdi. Ular bilan birgalikda mustaqil siyosiy harakatlar tuzib, baholi qudrat, hurriyat uchun kurashdi. Ayniqsa, hali Sovet davrida o'zbek tiliga davlat tili maqomining berilishida bu safdagilarning hissasi ulkan edi. Balki bu talabni aytishga, eshitishga sizlar tayyor emassizlar, lekin men tayyorman. Meni talabim mustaqillik istayman. Ham iqtisodiy, ham ijtimoiy, ham siyosiy mustaqillik kerak.